tuvalet qayerda bor ekan ha? Sitora. Navbat boshliq. Hozir meni o'zimning eng yaqin mehmonim keladi. Meni o'zim yeydigan ovqatdan berasan va o'zing yaxshilab qaraysan. Men hozir kelaman. Xo'p. Qanaqadir qizchasi kelsa kerakda. Ko'ramiz. Kim kerak? Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Boshlig'imiz haqingizda aytadi. Yuring, xijolat bo'lmang, o'shanda aytamiz kirib uni sizga zo'r taomlarni buyurtirib qo'ygan. Keling, okajon, joylashib o'tirib oling. Haligi Undan ham olib kelib beraman, okajon. Siz joylashib o'tirib oling, kurtkalaringizni yechib, hozir taomlarimiz keladi. tuvaletga kelishib qonun to'yadigan bo'ldimi? Boshliq aytgan mehmoningizga yaxshi qarayapman. Qanaqa mehmon? Meni odamim kelmaydigan bo'ldi-ku. Unda ular kim? Bilmadim, o'zidan so'ra. Nimaga aytmaysiz, okajon? Biroq boshliq aytgan odam emasman, boshqaman deb. Oling shu tez, to'lab keting. Opa, men o'zi 2000 pulim bor edi. Tuvalet so'rab keldim o'zi. Opa, ani pollatdingizmi, opa?